Arenda puli ham keldi, arenda pulni ham to'lay olmadim. Eng qizig'i bu apparatlar ham hamma texnika bu xazayinnikida. Bitta joy bo'lsa-ki, hamma narsasi ichiga bo'lsa, o'sha joyni arendaga olsam. Sizga ham shunaqa muammomi? Unda bizda yechim bor. Yuring ketdik. Ha, albatta to'g'ri eshitdingiz. Barcha texnikalar ichida даже tashqi reklamalargacha o'zi qo'yilgan. Bemalol kelib, ko'rib, gaplashib olishingiz mumkin. Mana bu nomerdagi telefon qilsangiz, qolgan savollaringizga javob olasiz. Biz ungacha sizga pit stopni ko'rsatamiz. Ketdik. Ko'rib turganlaringizdek, unaqa katta joy emas, shinamgina bitta kishi ish boshlashiga bemalol udobni. Lokatsiyani kelib ko'rishlaringiz mumkin. Tramvayning kolsoni oxiri, ostanovka, kollej oldimizga bor. Bu yog'i avtomoyka, bu yog'i obyezdnoyga chiqib ketadigan yo'l ketgan, bemalol yo'lning ustida. Kelib yana o'zlaringiz tekshirib olishlaringiz mumkin. Ana siz ko'rib turgan hamma narsa ichiga qo'shib sizga beriladi. Arenda pulini telefon qilinglar, kelishamiz bemalol. Yana qanaqadir savollar bo'lsa, biz har doim svязga. Assalomu alaykum.